Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun ko'rib chiqadigan mavzuyimiz agregatsiya jarayoni va antiagregant dorilar haqida bo'ladi. Do'stlar, kirish so'zini o'qib beraman, chunki faqatgina kerakli so'zlarni olganman, qolib ketmaslik kerak. Bu chizmani faqatgina qisqa qilib mohiyatini gapirib beraman. Xo'p, demak do'stlar, inson qonida trombositlar degan hujayralar bor. Ularning vazifasi, misol uchun, inson biror joyini kesib olganda o'sha joyni berkitib qon yo'qotishni oldini olish hisoblanadi. Ya'ni o'sha jarohatlangan qon tomirda trombositlarni aktivlashtiradigan faktorlar bo'ladi va bu aktivlanish orqali trombositlar bir-biriga yopishib katta tromb hosil qiladi va o'sha qon tomir jarohatini berkitadi. Demak, bu inson organizmida bor bo'lgan himoya mexanizmi hisoblanadi. Endi mana shu qon tomir kasallik tufayli jarohatlangan bo'lishligi mumkin yoki jarohatlanmagan taqdirda ham shu trombositlar aktivlanib tromb hosil qilishi mumkin bo'lgan kasalliklar bor. O'sha holatlarda biz antiagregant dorilarni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Demak, qaysidir mexanizmga o'tamiz. Qaysidir kasallik tufayli mana shu trombositlar aktivlanyapti va bir-biriga birikib tromb hosil qilyapti. Endi mana shu aktivlanish trombositni ustida, trombositni membranasida mavjud bo'lgan retseptorlar orqali amalga oshadi. Ya'ni mana shu retseptorlar, misol uchun P2Y12 retseptori yoki tromboksan A2 retseptori va mana shu retseptorlar orqali amalga oshadi. Ya'ni bu retseptorlar aktivlanganda hujayra ichiga, trombosit hujayrasi ichiga kalsiy miqdori kirishi ko'payadi. Bu kalsiy miqdorining ko'p bo'lishligi trombositlarni bir-biriga yaqinlashtirib, birikib tromb hosil qilishi uchun xizmat qiladi. Ya'ni mohiyati hujayra ichida kalsiy miqdorini ko'p yoki kamligiga bog'liq. Kalsiy qancha ko'p bo'lsa, ya'ni mana shu retseptorlar aktivligi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, trombositlar bir-biriga yopishib tromb hosil bo'lishligi foizi oshib ketib qoladi. Ya'ni kalsiy miqdoriga bog'liq holda bo'ladi. Endi hujayra qobig'ida, hujayra membranasida maxsus retseptorlar bor, gaplashdik. P2Y12 retseptori. Buni biz mana shu retseptorni bloklaydigan bo'lsak, hujayra ichiga kalsiy kirish kamayadi. Buni bloklaydigan preparatlarimiz, ya'ni clopidogrel, prasugrel, ticagrelor va tiklopidin misol bo'ladi. Endi trombositlarni bir-biriga birikishini ta'minlaydigan yana bitta retseptorimiz GP2B3A retseptori. Buni blokatorlari mana apsiximab, tirofiban va eptifibatit degan preparatlar misol bo'ladi. Endi tromboksan A2 retseptorini blokatorlariga, ya'ni siklooksigenaza yo'li orqali ketadi. Siklooksigenaza enzimlari blokatorlariga asetil salitsilavoya kislota yoki aspirin misol bo'la oladi. Keyingisi maxsus fermentlar bor trombositni ichida, ya'ni bu fosfodiesteraza 3. Fosfodiesteraza 3 fermentini bloklash orqali ham biz mana shu kalsiy miqdorini kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Bunga dipiridamol, kurantil yoki va silastazol misol bo'la oladi. Endi do'stlar, antiagregant dorilar bizda ana shu trombni hosil bo'lgan trombni kattalashib ketishligini oldini olishligi mumkin yoki ana shu trombni hosil qilmasligini ta'minlashlik mumkin. Lekin hech qachon hosil bo'lgan trombni erita olmaydi. Ayniqsa arterial qon tomirlarida mana shu tromb hosil bo'lish jarayonlariga ta'sir qilishligi mumkin. Arterial qon tomirlarda yaxshi ishlaydi. Rahmat.